Iqtidor biologiya 75-savol. Glyukoza to'liq parchalanganda 8960 kilojavol issiqlik sifatida ajralsa, 8960 bo'lsa, 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 1280 kilojavol issiqlik sifatida ajraladi. Bo'lsak 7 mol bo'ladi. 7 mol glyukoza parchalangan. Bizda achiganda 7 moldek hammasida ikkinchi bosqich bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak 14 ATF bo'ladi. Javob C. 76 da shuncha mol glyukoza 7 mol glyukoza sintezlansa, ATFda qancha energiya to'planadi? Birida 7 bo'lsa, 18 da 7 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 126 ta ATF bo'ladi. Bitta ATFda 40 kilojavol energiya bo'lsa, ko'paytirsak 5040 kilojavol energiya bo'ladi. Javob A variant. 77 da 118 ta ATF chiqqan bo'lsa, to'liqqa bo'lsak 38 bo'ladi. 38 ga bo'lsak 3.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 glyukoza parchalansa ham 3 mol to'liq deyiladi. Agar 3.5 dan yuqori bo'lsa, 3.6, 3.7 bo'lsa, u 3,5 mol glyukoza deyiladi. Bu yerda 3.1 ekan, 3 mol to'liq ekan. 1 molda 38 ta bo'lsa, 3 mol to'liqda 114 ta ATF bo'ladi. Jami 118 edi, 114 ta ayirsak, 4 qoladi. Bu chala parchalanishda. Chala parchalanishda 2 ta ATF chiqardi. 4 2 ga bo'lsak, 2 mol chala ekan, 3 mol to'liq ekan. Jami 5 mol ekan. 77 da necha foiz to'liq parchalanmagan? To'liq parchalanmagan bo'lgandan keyin chala parchalanganini so'rayapti. 5 imiz 100%, 2 imiz esa 40%. Javob D variant. 78 da necha foiz chala parchalanmagan degan. To'liq parchalanganini so'rayapti. 5 imiz 100%, 3 imiz esa 60% bo'ladi. A javob. 79 da to'liq parchalanganda qancha suv hosil bo'ladi? 3 mol to'liq bo'lsa, to'liqda 44 ta suv edi, 132 ta suv bo'ladi. Javob A variant. 80 jami suv qancha degan. 3 mol glyukoza to'liq edi, 44 ko'paytirsak 132, 2 mol glyukoza chala edi, 2 ga ko'paytirsak 4, ya'ni chalada 2 ta suv bo'ladi. Qo'shsak 136 ta suv. Javob D variant. 81 da 8 molekula glyukoza parchalangan bo'lsa, shuning 2 moli to'liq. To'liqda 38 bo'lsa 76 ta ATF bo'ladi. 2 mol to'liq bo'lsa 6 mol chala. Chalada 2 ta ATF bo'ladi. Ko'paytirsak 12 bo'ladi. Qo'shsak 88. Javob C variant. 82 8 mol glyukozaning 3 mol to'liq bo'lsa, 38 ga ko'paytirsak 114, 5 moli chala bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak 10, qo'shsak 124 ta ATF. Javob A variant bo'ladi. 83 8 mol glyukozaning 4 moli to'liq degan. 4 ni 38 ga ko'paytirsak 152, 4 moli chala bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak 8, qo'shsak 160 ta ATF. 84 2,5 mol glyukozamiz to'liq deydi. O'zi 8 mol. 38 ga ko'paytirsak 95. 8 dan 2,5 desak 5,5 qoladi. 5,5 ni 2 ga ko'paytirsak 11. Qo'shsak 106 ta ATF sintezlanadi. Javob B variant.